Mana ikki xonali gazxonamiz. Bo'lakdan urilgan. Abbosjon light ochyapti. Mana bir tomoni bo'ldi. Hormang usta. Charchamayapsizmi? Shunsiz. Ha, xudo xolasa mana boshlab olibsiz ishlarni ham. Ishlar boshlab oldik. Blogdan, ha? Mana mashinalarimiz oddiy seksiyonlar bo'lakdan yuqilgan. Bu choli kampirlarga asli bu o'ziga yashaydigan turib ichida hammom hojatxonasi bilan. Bu hammom hojatxona bo'larmikin bizlar? Hojatxona bilan hammom bo'ladi. Yosh kattalarga ikkita hojata bilan hojatxona bor ekan, o'shalarga qishga, yozga. Mana sakkina qilib, ha? Chiroyli tushdi ekan. Yozda salqin muzday bo'ladigan uy qilishib beryapti o'g'illar. Mana baraka topsin. Abbosjon ishla olyapti. Puli necha pul bo'lyapti uka puli? Bir ma'lumot berib olsangiz. 35 ming bo'lyapti. 35 mingdan 30 minggacha. Kvadrat. Bunun ichida drabga xizmati bor. Somonni beradi. O'zimiz apparatga chiqib olamiz uni. Shu tomoni borki, mana shu atkos olingan joy hamma tomoni kvadratga kirib ketadi. Kvadratga kirib ketadi. O'zbekiston bo'ylab emasmi? Eng uzoq qayergacha bu? Shu Toshkent. Eng uzoq Toshkent. Bundan keyingi yurishimiz Toshkentga. Keyingisi biz Toshkentda, xudo xolasa. Bo'ldi do'stlar, mana layklarni bosib qo'yaverasizlar. Mehnatimizga bitta. Pastga telefon raqamini qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mana do'stlar, nihoyat bitta obyektimiz. Qorong'i tushib qoldi, ichkarilar yaxshi ko'rinmayapti do'stlar. Sal ko'rinyapti ozmoz. Tashqarida holat bor. O'zgargan muddatda laykni bosib qo'yasizlar do'stlar.